Hop, bugun modulli tenglamalar va modulli tengsizliklar haqida gaplashamiz. O'zi modul nima? Shu haqida bilsak, modul koordinatalar o'qida 0 dan A gacha bo'lgan masofa A modul deyiladi. Bu B gacha 0 tomonda bo'lsa, 0 dan B gacha bo'lgan masofa modul B deyiladi. Endi har qanday musbat sonni, misol uchun musbat son 3 ning bo'lsa yoki A ning deylik, 3 ning sonini keyin belgilaymiz son bo'yicha. Har qanday musbat sonni, ya'ni A ning moduli o'ziga teng. Endi har qanday manfiy sonning moduli esa uning musbat qiymati, ya'ni misol B0 da -2, -3, -4 va hokazolar keladi-yu, shuning manfiy, yoniga manfiy qo'yib ochganingizga teng bo'ladi. Ya'ni manfiy emas, shu manfiy sonning musbat qiymatiga aytiladi moduli. Ya'ni buni 3 bo'lsa, -2 bo'lsa 2 olib ketasiz, -3 bo'lsa 3 olib ketasiz modul desa. -4 bo'lsa 4 olib ketasiz. Mana qarang. -1 bu 1 ga teng, -2 2 ga teng, bo'pti 3 deylik, 3 o'ziga teng, -1 taqsim 2 bu ham 1 taqsim 2 ga teng. Shunday, ya'ni modulda ichi manfiy bo'lsa, uning moduli esa musbat chiqadi. Bu qoida. Endi bizda misollarga yechib ko'rsak, misol uchun x'imiz katta yoki teng 2, ya'ni bu katta yoki teng, agar tengsizlikni mana shu ishora bor-ku, shu o'zingiz tomonga, ya'ni yozayotgan chap tomonga qarab turgan bo'lsa katta yoki teng deb o'qiysiz. Mana qat'iy ishoralarga gaplashsak, 4 ta ishora mavjud. Bu va bu. Tagida nimasi bor? Chizig'i bor. Endi bular bu katta degan katta, bu kichik, bu tagida chiziqchasi borligi uchun katta yoki teng deyiladi. Katta yoki teng. Ya'ni mana teng degan, misol bizda teng degan amal bu shunaqa yoziladi-yu, shu tengni qisqartirilgan holati tagiga bitta chiziq chizib qo'ygan. O'shanga katta yoki teng deb o'qiladi. Endi bunisi bo'lsa kichik yoki teng. Bularni o'rganib oling. O'qib berganingizda yoki o'zingiz ishlaganingizda nima qilib turishingiz kerak? Kichik yoki teng. Endi bular noqat'iy amallar. Bular qat'iy amal. Bunisi, bu ikkita amal noqat'iy amal deyiladi. Endi misolimizga qaytsak, birinchi misol 1. Birinchi misol, x'imiz katta yoki teng 2 dan. Shu bo'lsa, x katta yoki teng 2 dan bo'lsa, ya'ni bu 2 dan katta sonlar degani. X'imiz 2 dan katta son bo'lsa, buni qiymati nechi bo'lishi mumkin? 3 bo'lishi mumkin. Tagida katta yoki teng degan amal bo'lgani uchun 2 ni ham olib ketasiz. 2 ga teng bo'lsa ham olib ketaverasiz, ikkisi qiymati. 2, 3, 4, 5 va hokazolar qabul qiladi. Endi bo'lsa deyapti savolda, modul ostida x minus 2 ning qiymati qanday chiqadi deyapti. X minus 2 dan qanday qiymat chiqadi? 2 ga teng bo'lsa ham x'imiz 2 ga teng bo'lsa ham 0, bu musbat, ya'ni 0, 3, 4, 5 qo'ysangiz ham 3 dan 2 ni ayirasiz 1, 4 dan 2 ni ayirasiz 2, 5 dan 2 ni ayirasiz 3. Endi har qandaysizga musbat son chiqadi buning ichidan, modul ichidan. Shunga x minus 2 ni ochib ketaverasiz. X minus 2 dan modulingiz x 2 dan katta bo'lgan qiymatda x minus 2 ga teng. Endi ikkinchi misolimiz, misol 2.
Ikkinchi misolimiz. X'imiz katta 3dan. Katta. Bu tagida tengi yo'q. X'imiz 3dan katta. Endi buning qiymati bo'lsa deyapti. Modulosida x minus 3 plus x plus 3. Yangita oldingi misolimizda x'imiz katta yoki teng 2 keldi-yu, bu bilan x katta 3 hozirgi misolimizdagini qat'iy, noqat'iy ishoralar farqi nima desangiz, bunda tagida tengi bo'lgani uchun 2 ni ham qiymatga olishingiz kerak. 2, 3, 4, 5 va hokazo. Endi bu katta qiymat, lekin tagida teng amali yo'q. Shuning uchun bunda 3 ni o'zini olmaysiz. 4 dan boshlab olib ketasiz. Chunki 3 ni olishingiz uchun tagida teng degan amal bo'lishi kerak. Endi 4, 5, 6, 7 olinadi. Endi savolimizga qaytsak, farqini bilib oldingiz, siz ikkovining farqini, tengsizlikda noqat'iy, qat'iyni farqini bilib oldingiz. Endi misolimizda x dan minus 3 ni moduli va x plus 3 ni modulini so'rayapti. Bizda x minus 3 dan modulingiz necha chiqadi? Musbatmi, manfiymi? X'imizga 3 olinmaydi, 4 dan boshlab olinadi. 4 olsangiz ham eng kichigi 4 bo'lyapti. 4 dan 3 tersangiz 1 chiqadi. Demak, bu musbat, doimiy musbat. Chunki 4 dan keyin 5, 6 va hokazo 100 keladi. 100 dan 3 tersangiz ham musbat son chiqadi. Endi bu x plus 3 o'zi necha bo'lishidan qat'iy nazar, x'imiz o'zi musbat son, ya'ni 4 eng kichigi deylik. 4 ga 3 qo'shsangiz 7, undan kattalarini qo'shsangiz ham doimiy musbat chiqadi. Demak, musbat bo'lsa, shunday ochib qo'yaverasiz. x minus 3 plus x plus 3. 2x degan javob kelib chiqadi. Tushuntira oldimmi? Endi modulli tenglamalar haqida gaplashamiz. Hozir buni modulli tenglamani alohida tashlaydi.